akalarimiz atay mana Namanganda internetda ko'rib uchun. Andijon Paxtaobod. Mishel akalarimiz Qashqadaryo chiqyaptilar. Toshkent To'ytepa Qorazu tarafga chiqib ketyapti. Mana o Buxoroni aylanib borib G'ijduvoniga yetib boradi. Xudo xolosa mana. Yaxshi kunlar xizmat qilsin. Bo'p tojib olib yo'q. Mana Mishel akamiz Marg'ilonga chiqib ketyapti. Mishel aka nima degan akalarimiz uchun bitta aylanganda ertaga kech aylanib tinmasdan sizlarga soqqan qilib beradigan narsa bor. Akalar Angliyaga chiqib ketyapti Mishel akamiz. Akalar Surxondaryoga chiqib ketyapti Mishel akamiz. Mana menga yoqqan manzara. Yaratganga shukr. Mana bu ko'ringlar. Eng qiziq narsani ko'rsataman sizlarga. Maxsus Mishel akamiz chiqib ketyapti. Qozog'istonga chiqib ketyapti ekan. Persatnoy bo'ladi. Bularni persatchilar yetalab ketaveradi. Mana Mishel akamiz yana bitta yulduzlar yuklab ko'ryapti. Hojibay qayerga ketyapti bu? Andijon. Xonobod. Dedim, shudasi Buxoroga chiqib ketish kerak. Toshkentga chiqib ketadigan yo'q. Xonobodlik akalar, yaxshi kunlar, xizmat qilsin. Mazza qiltasizlar. Mana Musoxon o'sha namanganlik do'stimiz 50 tadan oshganligini bilardim, endi nechta bo'lgan bilmayman lekin 70 ta bo'ldi. 70 ta. Kala endi bitta baho berasizlar. Mishel akamiz o'rnashishiga, joy-joyiga tushishiga. Bunda qor yog'aman deb turibdi, biz Mishel akamiz. Eshitdik. Bunda ovoz yo'q. Uch ko'pira qaytadan aka? Babashbek. Akalar xizmatdamiz. Mishel akaga quvadan xodimlarga yarim kelishibdi. Bo'pti aka, oq yo'l xizmatdamiz. Akalarimiz qat'iylab Andijon shahridan Shemrat akamiz kelib, Damazga sig'ami dedi, sig'dirib berdik aka. Aka 6 yil yo 7 yil bo'ldi bir-birimizni taniganmiz aka. Toshkentlarga olib tashlab kelyapti, to'g'ri ishlayapti. Aka, gaplashamiz. Necham bo'pti? Charchamallar. Mana akalar kech kirganda Mishel akamiz Manganlik Akramjon akamiz bo'ldi. Akalarimiz yangi biznes boshlash. Buxoroga 5 ta Mishel akamiz ishlayapti. Vaqtida. Yo, past turibdi ishlaydi. Masalan, 160 voltda ham bemalol ishlab beradi. Manzarani qaranglar. Buni tushungan odam ko'rib maza qiladigan manzara yo'q. Sinab ko'rish jarayonlarimiz hozir. Aka, nechinchisi bo'ladi xolos aka? Sanovi yo'q. Sanovi yo'qmi?